Assalomu alaykum. Hurmatli tinglovchilar, kuzatib boruvchilar. Bugungi mavzuyimiz tinglovchilarimiz tomonidan ionli flotatsiya bo'yicha ma'lumot so'ralgan ekan. Bir oldingi darslarimizda flotatsiyaning turlari bo'yicha gaplashib o'tgandik. O'zi flotatsiya qanday maqsadda olib borilishiga qarab bir nechta turlarga bo'linadi. Flotatsiya bu mineral zarralarning, minerallarning suvda qo'llanmaslik xossasiga asoslangan. Uni qanday ajratib olish usuliga qarab kollektiv flotatsiya, selektiv flotatsiya. Qanday ajratib olishga qarab to'g'ridan to'g'ri flotatsiya, teskari flotatsiya. Ya'ni to'g'ridan to'g'ri degani foydali komponentlarni havo pufaklari orqali ajratib olish yoki foydali komponentni cho'ktirib keraksiz minerallarni pufakka o'tkazib qo'yish, bu teskari flotatsiya. To'g'ridan to'g'ri esa foydali komponent havo pufaklari orqali ajratib olinadi. Teskari flotatsiyada havo pufaklariga keraksiz minerallar ajratib olinadi. Yana flotatsiyani reagent turi bo'yicha reagent qo'shish jarayoniga ko'ra ionli flotatsiya, ko'pikli flotatsiya, molekulyar flotatsiyaga bo'linadi. Ko'pikli flotatsiya bu o'sha hozirgi vaqtda og'ir sanoat, ya'ni metallurgiya sanoatida foydalanilgan flotatsiya usulida shu ko'pikli flotatsiyadan foydalanadi. Flotatsiyada faqat o'sha metallarni boyitishda emas, suvlarni tozalashda ham ishlatiladi. O'sha suvlarni tozalashda ionli flotatsiya usulidan foydalaniladi. Ya'ni ion o'zi nima? Kim tushunchaga ega? Ion o'zi nima? Ion bu zaryadlangan zarracha, yo o'zidan elektron bergan, yo boshqa bir mineraldan elektron tortib olgan zarralarga ion deymiz. Flotatsiyada ionli flotatsiya, ya'ni eritmalarda, asosan suvli eritmalarda eritmaning tarkibida ionlar miqdori ko'payib ketadi. Masalan, mas ioni, qo'rg'osh ioni yoki bo'lmasam kislota qoldig'i ionlari suvda ko'payib ketgan paytda o'sha suvni tozalash uchun, eritmani tozalash uchun ionli flotatsiya jarayoni olib boriladi. Ya'ni o'sha ko'payib ketgan mineral o'sha ko'payib ketgan ionni maxsus reagent qo'shib eritmadan o'sha havo berish orqali pufaklarga biriktirib olib chiqib ketish jarayoni olib boriladi. Masalan, bu yerda ko'ryapsizlar, kationli, anionli ionlar bor, ya'ni musbat hamda manfiy ionlar bor. Agar musbat ionlar bo'lsa, manfiy ionlar bo'lsa, kationli, anionli reagentlardan foydalanamiz. Agar mana suvimiz tarkibida mis ionlari ko'payib ketgan bo'lsa, bu ionlarni o'ziga biriktirib oladigan anionli reagentlarni flotatsiya, ya'ni bunda maxsus flotokameralarda, maxsus laboratoriya jihozlarida, maxsus idishlarda olib boriladi. Bunga ham havo hamda reagentlar berilib, o'sha pufaklarga mis ioni qo'shayotgan reagentimiz bilan ta'sirlashadi-da. Adsorpsiya, ya'ni minerallarning o'sha ionlarning yuzasida kimyoviy ta'sirlash natijasida ionlar birikma holatiga o'tib, u havo pufagini yuzasiga yopishgan holatda yuqoriga qarab chiqib ketadi. Ya'ni suvdagi o'sha mis ionlarini maxsus anionli reagentlar bilan tozalab olib chiqib ketyapmiz. Bunda o'sha suv tozalanadi. Agar suvda manfiy ionlar bo'ladigan bo'lsa, unda musbat reagentlar qo'llab o'sha eritmadagi birikmani o'ziga selektiv o'ziga biriktirib, absorpsiyalab havo berish natijasida hosil bo'lgan pufaklar bilan suv yuzasiga ko'tarilib chiqadi. Xuddi o'sha ko'pikli flotatsiyaga o'xshaydi, faqat bunda minerallarni emas, ionlarni bog'lab olib chiqib ketganligi uchun yuqoriga
Bu jarayon ionli flotatsiya deyiladi. Agar bularda o'rnida molekulalar bo'lsa, bu molekulyar flotatsiya deyiladi. Ya'ni farqi shunaqa. O'shancha ionli flotatsiya deyiladi. Ionli flotatsiyada hozirgi vaqtda o'sha suvlarni tozalashda asosan ishlatiladi. Qisqacha, chunki bu bunaqa keng tarqalmagan, o'sha kichik sanoatlarda ishlatiladi. Afzallik tarafi reagent sarfi kam, selektivlik yuqori hamda jarayon natijasida foydali tozalangan eritma olinganligi uchun hozirgi vaqtda ham ionli flotatsiya foydalanib kelgan. Qisqacha ionli flotatsiya bo'yicha ma'lumot bo'ldi bugungi darsimizda. Sizga qanday boyitish, qanday metallurgiya jarayonlari bo'yicha qanday qismlar, bo'limlar qiziq bo'lsa, yozsalaringiz, o'sha sizlar qiziqtirgan bo'yicha men qisqa, lo'nda ma'lumot beraman. Soatlab ma'lumot tayyorlamayman. Ya'ni tinglovchi kam vaqtda o'ziga kerakli xulosaga, ma'lumotga ega bo'lishi uchun qisqa ma'lumot berib o'tib ketaman. E'tiborlaringiz uchun rahmat.